Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli podpishchilarim, o'quvchilarim. Og'rib qolganimga jicha tanaffus bo'lib qoldi. Alloh shifo berib, mana endi muntazam ravishda video qo'yishga harakat qilaman. Men uchun duoda bo'lib turinglar. Xudo xolasi niyatlarim katta. Keyin kommentariyada bitta videoyim kommentariyasida o'qib qoldim. Payg'ambar alayhisalomni senlamay gapiring. Oldin gapirishni o'rganib oling deb yozibdi. Menga juda og'ir botdi. Keyin men senlab gapirganim yo'q. U Xadicha onamizni amakilari Varaqa ibn Nawfal senlab gapirganini men sizlarga aytib bergandim. O'tgan darsimizda Bismillahirrohmanirrohim, Auzubillahi minash shaytonir rojim, Bismillahirrohmanirrohim. Vahiyning uzilib qolishi, vahiyning qayta boshlanishining gapirdik. Bugungi darsimizda Rasulullohning yashirin da'vatga o'tishlarini gapiramiz. Muhammad alayhissalom asta-sekin yashirin da'vatga o'tadilar. Sirazi oshkora da'vatga o'tmaydilar, chunki mushriklar u paytda kuchli bo'lganda, butparastlar ko'p bo'lgan. Allohga ibodat qilishga chaqiradilar. Ko'pincha mushriklar ota-bobomizni dini deb, obro'sidan ajrashdan qo'rqib, ota-bobomiz dini deb shu dinni, ya'ni butlarga sig'inishni tanlab olishadi. Hamma yo'q yashirin sekin-sekin boshlangandek, da'vat ham sekin-sekin boshlanadi. Shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mehr oqibatni o'rgatadi, tarbiyani o'rgatadi birinchi o'rinda. Islom dinini birinchi bo'lib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xadicha onamizga aytadilar. Xadicha onamiz qabul qiladi. Birinchi islomni qabul qilgan musulmonlardan ayol kishi bo'lgan, imini ayol kishi Xadicha binti Huvaylid roziyallohu anhu Payg'ambar vasallamning jufti halollari bo'ladi. Keyingisi amakisining o'g'li Ali ibn Abi Tolib bo'ladi. Keyingisi Zayd ibn Horisa bo'ladi. Ali ibn qahatchilik davrlarida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amakisiga aytadiki, Abbos ibn Abdul Muttalibga aytadiki, birodar Abu Tolibni nimalari ko'p bo'ladi-da, bolalari. Birodaring Abu Tolib birodarimiz Abu Tolib qiynalib qoldi. Keling bittadan bolalarni boqib olamiz dedi. Abbos ibn Abdul Muttalib Ja'far ibn Abu Tolibni boqib oladi. Payg'ambar vasallam Ali ibn Abu Tolibni boqib oladilar. Ali ibn Abu Tolib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tarbiyasida bo'ladi va xizmatida bo'ladi. Va o'zini o'rnida o'sadi. Keyin Zayd ibn Horisa u qul bo'ladi. Zayd ibn Horisa yosh bola bo'ladi, qul bo'ladi. Bitta qabilaga u paytda arablar ko'p urushgan deymiz-u. Qabilaga bostirib kelishib, o'zi boy bo'ladi ota-onasini urushib, bolasini olib ketib qolishib, qul qilib sotib yuborishadi. Payg'ambar vasallam Xadicha onamiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hadya qiladilar. Payg'ambar vasallam u bolani yoqtirib qolib, qulidan ozod qiladi va otasi izlab keladi Zayd ibn Horisani. Zayd ibn Horisani izlab keladi va Zayd ibn Horisa shunchalik mehr oqibatli, o'zini ota-onasidan mehribon, yumshoq dil, chiroyli so'zli, yolg'on gapirmaydigan, adolatli odamni tashab ketgisi kelmaydi, ya'ni o'rganib qolgan bo'ladi. Ota men siz bilan ketmayman dedi, ya'ni Payg'ambar vasallam men majburlab bera olmayman, o'ziga beramiz erkni dedi. Otasi yur ket deb bolam desa, yo'q men ketmayman, shu odam bilan qolaman desa, otasining dili g'ash bo'lib qolgani
g'ash bo'lib qoladi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu meni o'lim deydi. U johiliyat paytida bola boqib olish, ya'ni bola boqib olsa o'zini bolasidek qilib qarashardi. Keyin o'zini familiyasini berib qo'yishardi. Familiyasini berish islomda mumkin emas. Hattoki islomda cho'g'ojimiz aytadi-ku, ayol kishi erkak kishini familiyasiga o'tishi mumkin emas. Ya'ni otasidan voz kechganlar haqida shariatimiz yaxshi gapirmaydi. Masalan, otasidan voz kechganlar haqida shariat voz kechmanglar ota-enalardan deydi-da. Keyin familiyasini hamma o'zini familiyasida yurish kerak. Keyin hamma Zayd ibn Horisani Muhammadning o'g'li deb gapirishardi. Keyin oyat tushadi. Oyat tushgandan keyin Zayd ibn Horisa deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi aytadi. Zayd ibn Muhammad emas, Zayd ibn Horisa deb aytadi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Keyin Zayd ibn Horisaga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning enagasi bo'lgan Umma Aymanni Zayd ibn Horisaga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nikohlab olib beradilar. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada kutaman. Shunaqa qilib sekin-sekin nimalar yashirin da'vat sekin-sekin tarqab musulmonlar oshkora emas xufiyona nima keltirishadi, kalima keltirishadi. Shu yoqqacha gaplashgan bo'ldik. Keyingi darsimizda siz bilan Rasulullohning oshkora da'vatga o'tishlarini gaplashamiz. Like qo'yishlarini iltimos qilaman va kommentariyada qanaqa savollaringiz bo'lsa yozib qoldirishlarini iltimos qilaman va fikringizni ham eshitishga tayyorman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.